Assalomu alaykum. Obunachilarimiz, salomatmisizlar, tuzingmisizlar? Xudo xolasa sizlarga ajoyib mo'lchalarimizdan yig'ib qo'ydik. Xudo xolasa mana 10 milliondan boshlanadi. Xudo xolasa. Mana bunisidan boshlaylik do'stlarjon. Tak. Puli yengil, xudo xolasa. Narxi 13 million 500 ming. Buni baxtlari bo'g'azam bo'lib qolishi mumkin. Xudo xolasa 13 million 500 ming qilib belgiladik buni narxini. Simiz ham puli ham arzon. Mana orqalari bilan bir olasiz. Sifatcha. Agar sigir qilishsa xudo xolasa, agar bo'g'az chiqib qolsa, hali tekshirtirganimiz yo'q. Baxtlari. Ketdi 13 million 500 ming. Janavar. Mana bunisi. Do'stonjon, Osmonda narxlar yo'q, ota. 11 million 500 ming. Yuvash mol, yeb ichishga biz javob, xudo xolasa 11 million 500 ming. Mana. Sifatcha bu ham. Xudo xolasa zo'r. 11 million 500 ming. Bu ham ketdi. Baxtlarini olmaylik, tezlatamiz. Mana bunisi endi boshqacha mol. Mana. Mana. Sifatga qarab pulni berishaveradi. Narxi 10 million so'm. Mana. Ana, olib sigir qilishsa bo'ladi buni. Qop-qoraligini qarang. Anguslarga o'xshaydi. Angus bilan chatishma deyman-da shu. 10 million so'm narxini aytdi. Mana bunisi. Mana bunisi. Hech bir yurmaymiz. Mana, shu yerda ko'rsatib o'ring. Buni ham narxini 11 million 500 ming qo'yamiz. Sifatcha, itlari ham mahkam, yaxshi xudo xolasa. Mana. Tushchalarini qara. 11 million 500 ming. Buni ham qo'yib yuboring. Xudo xolasa, mollar ko'p, olib kelib sotyapmiz. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilishsa, mol sotmoqchi bo'lsalaring ham, olmoqchi bo'lsalaring ham aloqaga chiqaringlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Salomat bo'linglar.